Yaxshimisizlar? Hozir biz Assalomu alaykum. Imom Termiziy o'rta maxsus islom bilim yurtidamiz. Madrasada. Ustoz bir ma'ruza qilib beradilar inshaalloh. Oxirida men manzillarni tashlab qo'yaman. Link qilib. Bir talib ilmga qilingan bitta xurmo deydi. Ehsonning savobi. Uhud tog'ichalik tillang bo'lsa, bir qo'ling bilan ehson qilsang odamlarga. Shunikidan ko'proq deydi. Ilmga islom dinichalik, biz dinimizchalik targ'ib qilgan din bo'lmagan shu paytgacha. Ilmga ehson qilaylik. Biz ham qurbimiz yetguncha ham moddiy jihatdan ham ma'naviy qarashamiz. Hozir talib ilm ukalarimiz, akalarimizni ko'rishamiz. Ularning oldida gapirish bizga emas, shuncha hurmatli chaqirsizlar. Alloh xayr qilsin. Rahmat qilsin. Salomat bo'lsinlar. So'z mana sizga. Qo'y. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum. Biz talabalar shu Imom Termiziy xalqaro tadqiqot markazi hamda Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasiga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Albatta biz mamnuniyat bilan bugungi bizni shu da'vatimizga labbay deb javob berib kelib biz bilan bir suhbat, o'zlarini tajribalarini biz yaxshi bilamiz. Muhammad Ali Shonqulov akamiz shu bugungi kunda butun respublikamiz, nafaqat respublikamiz, balki shu xalqaro miqyosda ham o'zlarini fikrlari bilan, o'tkir fikrlari bilan o'zlarini audiyolarini, o'zlarini auditoriyalarini demak bugun yig'ishga musharraf bo'ldi. Yosh bo'lishiga qaramasdan ayniqsa shu yoshlarimizni bugun kitobga, ta'lim olishga qiziqish, haqiqiy odamiylikka qiziqtirishlikda men o'sha yuqori baholayman Muhammad Ali Shonqulov tomonidan olib borayotgan ishlarni. Demak bugun bizni o'sha madrasamiz yaqinda tashkil qilingan axborot uchun 2020-yilda tashkil etilgan. Hozir 1-2 kurs talabalari respublikamizda o'sha 5 ta viloyatidan o'sha kelib o'qiydigan, ta'lim olgan talabalarimiz bor. Albatta talabalarimiz bugun o'sha ta'lim maskanida ta'lim olarkan, bularga albatta motivatsiya ham kerak, qiziqish ham kerak, kitobga, umuman ta'lim olishlikka ustozlar tomonidan ham bu borada o'sha targ'ibot, tashviqlar olib borilyapti. Biz yaxshi bo'lardi shu tashkil qildik suhbatni. Bugungi mehmonlarimiz albatta bizni talabalarimizni umuman o'sha ta'lim uchun, bugun islomni mohiyatini teran o'rganishlik, kitob o'qishlikka qiziqtirish bo'yicha o'zlarini o'sha kerakli maslahatlarni beradilar. Bugun albatta o'sha mehmonimiz o'sha hammalari yaxshi tanisizlar. Muhammad Ali Shonqulov yuksalish ta'lim va tarbiya loyihasini asoschilari. Mana hozir eshitdik, butun respublikamiz barcha viloyatlarida mana shu yuksalish ta'lim va tarbiya o'quv markazlarini tashkil etgan ekan. Bugun Termiz shahrida ham tashkil etilibdi. Muvaffaqiyatlar so'raymiz. Alloh taolo albatta bu ilm, ma'rifat, ziyo yo'lda qilayotgan xizmatlaringizga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Alloh o'zi demak nusratlar ato etsin. Demak bu haqiqatda bugun ta'lim va tarbiya sohasi o'ta muhim bo'lganligi uchun butun viloyatlar kesimida tashkil etilgan. O'ylaymanki, Termiz shahrida tashkil etilgan bu ta'lim va tarbiya, ta'lim yuksalish ta'lim markazi ham o'zini muxlislariga, o'zini o'quvchilariga, o'zini tinglovchilariga ega bo'ladi. Albatta muvaffaqiyatli bo'lishiga biz ishonamiz. Men mehmonlar bilan tanishtirib o'taman. Demak
yonimda shu Muhammad Ali Eshonqulov, Mahmudjon domla, yana birga kelgan mehmonlar bor. Demak, Abdusamad domla birga doim o'sha yuksalish loyihasini amalga oshirishda birga elkama-elka bo'lib xizmat qilishar ekan. Adhamjon aka kelishgan bu yerda va boshqa o'sha biz markazimizda ko'rib turgan mehmonlarimiz yana bir bor markazimizga xush kelibsizlar. Qadamlaringiz osonlar va markazimizda sizni ko'rib turganligimizdan xursandmiz. Bu yerda demak madrasa talabalari bor, madrasa mudarrislari bor va shuningdek ayni shu markazda respublika imomlari o'sha O'zbekistondagi Xalq akademiyasi qoshidagi imomlarni malakasini oshirish ta'lim markazi ham bor. Markaz tinglovchilari, ustozlari ham bu yerda tashrif buyurishgan. Demak, men so'z navbatini hurmat bilan Muhammad Ali Eshonqulovga beraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Mikrofon pastga ko'tarishni. Pastga o'tirganmisiz? Minbarimda agar ko'chada bo'lsam, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin va ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum. Qadamlaringiz hasanat. Sizlarni ko'rib turish o'ziz uchun baxt. Mabda nahu degansizlar, boshlanish. Как можете keladi, alloy nafeli shay degan. Ilm nasrlarning foydali sizlarga. Ismi tafsiri afiyat degan so'z. Eng foydalisi, ya'ni undan foydali narsa yo'q. O'shanday ilmni, eng foydali narsani ko'tarib yuradigan odamlar insoniyatni, bashariyatning eng foydali insonlari bo'ladi. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalomni merosxo'rlari, bo'lajak merosxo'rlarni oldida gapirish juda ham o'z asli mas'uliyatli ish. Bizga mas edi. Endi shuncha hurmat qilib so'zlarni beribsizlar, Alloh aylasin. Gapirajak gaplarimizni avval o'zimizga nasihat qilamiz, keyin qolganlarga yo'llashgan bo'lamiz. Va shularga umrimiz oxirigacha amal qilib sadaqa joriy qilish nasib etsin. O'sha inson maxluqotlar sarvari insonlarni ichida siz bilan bizni Alloh taolo tanlab xazinasida eng buyuk narsani, iymondagi narsani berdi. Allohning o'ziga oxirigacha shukrni qilamiz. U rahmat va yaxshilik bilan bizga ikrom qildi. O'zimizga erishganimizga o'xshayman. Bu juda katta ne'mat. Bundan keyingi turadigan buyuk ne'matlardan biri bu ilm bo'ladi. Ilm o'zi nima uchun olinadi? Alloh taolo o'z insonni nima uchun yaratdi? Alloh taolo insonni o'zini tanitish uchun yaratdi. Demak, bizning missiyamiz, maqsadimiz, insonni oliy maqsadi, yaratilishdan maqsad Robbisini tanish ekan. U Robbisini qanday taniydi? O'sha liya'buduni deb kerak. O'shani mufassirlar liya'buduni deb tarjima qilishgan. Alloh taolo ya'ni tanishlik uchun, uni anglash uchun yaratdi deyish. Bu bir hadis bilan bog'lanadiki, man arafa nafsahu fa'arafa o'zi nafsini tanisa, Robbisini tanitdi. Ya'ni Allohimizni, Robbimizni tanishlik avval o'zimizni tanishlikdan boshlangan. Biz kimmiz? Nima uchun bu zamonda tug'ildik? Nima uchun erkak bo'lib tug'ildik? Nima uchun ayni shu makonda tug'ildik? Bu savollar meni deyarli har kuni qiynaydi. Sizni hayolingizda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham o'tgan. Ya'ni nimaga men bunaqa avvallar o'chakkash zamonda tug'ilib bundan men ko'ringizni olib tug'ilsa bo'lmasmi? Hech o'ylaganmisiz? Bir marta bo'lsa ham. Butun insoniyat yaratilgandan to qiyomatgacha bo'ladigan voqelikda bir sahna ko'rinishda bo'ladigan bo'lsak, bu saodat asri eng avjiga chiqqan, eng pik nuqtasi, eng qaynoq nuqtasi bo'lgan. Bu yerda yaxshilar deming yaxshilar, yomonlar deming yomonlar yig'ilgan. Ya'ni butun insoniyat bir yarim musulmon bo'lsin, ularni ishonchi, ularni taqvosi, ularni Payg'ambar alayhisalom muhabbatini yig'ib tarozi bir pallasiga qo'ysa ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu
olsalik, ular ishonchak bo'lmaydi. Boshqalar bilmadim, men o'zlarimni changiga emasman deb o'zimga doim shu pozitsiyaga qarayman. Yoki dunyoni tahriylarni, dunyoni islomni yomon ko'rib, bunga fitna qiladiganlar yig'ib, tarozi bir pallasiga qo'ysak, Abu Jahldagidek bo'lmaydi. O'sha Dorunadida majlis bo'layotgan paytda ko'pchilik o'qigansiz. Chol qiyofasida shayton kelib turib, Payg'ambar alayhissalomni yo'q qilish uchun o'zini taklifini berganida Abu Jahl yo'q, bo'lmaydi dedi. U bitta qabiladan bittadan yigitlar chiqsinda, nayzani otib birdaniga sanchsin. Shunda Bani Hoshim 10 bitta qavmga qarshi chiqolmaydi deb aytgan payt shayton og'iz ochib qoladi. Ya'ni shaytonga dast berib qo'ygan odamlar yig'ilgan. Ya'ni Alloh taolo o'sha saodat asrida hamma tomonlama avj nuqtaga pikga to'g'ri keladigan insonlar yig'ganda o'ylayman, o'ta shaxsiy paytsa, o'ta shaxsiy fikr. Zamonamizda bir inson juda ko'p o'ylarganda, men bekor shu zamonda tug'ildim, zamondan nolirkan. Men deydi, Payg'ambar alayhissalom zamonida nimaga tug'ilmadim? Shu mening sahobiy bo'lsam qani edi? Ko'rib, alikiyani boshqa edi. Ko'p nolib, norozi o'ylayvergan. Bir kun o'sha inson tush ko'ribdi, tushida avtobusga ketyapti ekan. Payg'ambar alayhissalomni ro'za ko'rganlar. Ichkari turib sahobiy kirib, ko'zi ham ichkarida turib. Xursand. Qarasa, avtobus jarlikka qarab ketib boshladi. To'xtamayapti. Birovda shu bizning yaxshi ko'rgan so'ng darrov shoshilib hamma pastga tushdi. Bu ham tushdi. Sen avtobusni bilan to'xtatish kerak. Nima qilsa to'xtatish kerak. Yugurib borib bir kattaroq tosh oldida balon tagiga qo'yib deb shunday kelgan payt ko'rdiki, sahobiy ikromlar balon tagiga boshlarini qo'yib turgan edi. Qo'lidan tosh tushib ketdi. Yig'lab yig'lab ketadi. Tavba qilib, Allohni tavba qildi. Men o'zimga quvvatim yetmas ekan. Jonim fido bo'lsin, yo Rasululloh deb faqat tilda aytganmiz. Sahobiy ikromlar aytdimi, aytgan gapi lafzi nomusi jonidan ustun turganlar. Ya'ni jonim sizga fido bo'lsin dedimi, unga amal qiladigan darajada shijoati bor nafsiga hokim bo'lgan buyuk zotlar ekan. Alloh taolo hammalarni darajalarini o'qsin, qiyomatda birgasin. Ya'ni inson o'zini tanishligi, nafsini tanishligi bu Robbisini tanishligi o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor desa, bir o'tirib tafakkur qilsak, bitta narsaga xulosa qilib kelinadi. Bu umrimizda bizga xalaqit berishi mumkin bo'lgan va biz doimiy ravishda haqdan to'siq parda bo'lib turib xalaqit berishi mumkin bo'lgan bir dushman, bu o'zimiz nafsimiz ekanligi tushunamiz. Hayotimizda faqatgina bitta do'st, bizni yaratgan zot Alloh taolo ekanligini tushunamiz. Uzoq tafakkur qilsak, oxiri shunga kelamiz. Ya'ni dushman bu shayton emas, dushman bu atrofimizdagi odamlar emas, dushman bu konspiratsiyaga qaraydigan bo'lsak, mas'ullar va hokazolar. Aslida eng avvalo eng katta dushman o'zimiz nafsimiz ekanligini tushunamiz. Shuni tushungan kunimiz biz sekin-astalik bilan biz yaratgan zotni anglashni boshlaymiz ekan. Nafs inson uni rozi qilganingiz bilan rozi bo'lmaydi. Ulug'lar aytishadiki, nafsi lazzati uni xohlaganini bermaslikda. Boyazid Istomiy rahmatullohi alayhidan bir kishi so'ragan ekan, hazrat bu darajaga erishishingizda nima ish qilgansiz? Ayting, zot beraylikmi? Siz darajasiga yetib shunday aytadiki, men mayli eng kichkinasini aytaman, 40 yil nafsim nimani istagan bo'lsa bermagan. Tolib ilmni ilm ta'limida va ma'rifat yo'lida haqqa yetish yo'lida eng birinchi dushmani va g'alaba berish mumkin bo'lgan narsa nafs bo'ladi. Bu yoshi ulug' ustozlarimiz
deb qabul qilasiz. Ya'ni sizlar uchun aqlli qilishmagan emas. Lekin kichkinagina umrda yashab inson tushungan ba'zi haqiqatlar bo'ladi. O'sha bilan bo'lishmoqchiman. Birovlardan, ustozlarimizdan eshitgan narsalarimiz bor. Nafsni tarbiyasi siz vaqtingizni ajratsangiz ko'rdingiz. Kelishyapti. Boyam eshitmayaptimi, bo'lmaysiz? Bu yoqqa. Nafsni tarbiyasi biz vaqtimizni ajratishimiz mumkin bo'lgan eng foydali joy. U bilan muomala qilishni ustozlardan o'rganishimiz kerak ekan. Zunnun Misriy rahimahullohga bir izoh etganlar, ko'pchilik eshitgan. Zunnun Balx egasi degan. Shu kishi bir kuni nafsi qatlida osh istadi. Yemadi. Yana istadi, yemadi. Shunaqa qilib 7 yil qatlida osh yemadi. Oxiri nafsi bir isyon bilan juda ham qattiq xohladi. Shunaqangi bir qattiq xohladiki, o'ziga o'zi dedi, xo'p, nafsim. Mayli yeyman, albatta shartim bor. Hozir 2 rakat namoz o'qiyman, 2 rakatda Qur'oni Karim to'g'ri xatm qilaman. Nafsi shu qadar xohlagandi, qatl osh yeydi. Xo'p deb joy namoz o'qishib, namoz o'qishadi. Va Qur'oni Karim to'g'ri 15 bora birinchisi, 15 bora ikkinchisiga salom so'rab tugadi. Tugatgandan keyin qalban yana insoflanishib, yo bari yeydigan deb aytdi. Biroz o'tgandan keyin eshik taqilib qoldi. Ochsa birodan qo'lida qatli osh. Sizni mislisiz? Ha, men sizga qatli osh olib keldim. Men yeymayman dedim. Yeysiz ekan. Kim aytdi desa? Boya ko'zim o'ynagan ekan. Shunda Payg'ambar alayhisalom ko'rdim. Zunnunni oldiga borib, qatli osh olib borgan. Va aytdiki, bir muddat nafsi bilan sulh tuzsin deb aytib yubordi. Keyin shunday zot aytarkan, biz itoat qilmaymizmi? Ko'zlarida yosh bilan yig'lab qatl osh yegan ekan. Hech narsani bundan bir 10 yillar avval o'qigan bo'lsam, nafsini tarbiyasida, nafsi biror bir narsani xohlash tabiiy narsa. Siz farishta emassizki, mukammal bo'lib gunoh qilmaydigan. Xatolar qilishingiz, gunohlar qilishingiz yoki nafsi biror bir halol narsani istash tabiiy narsa, lekin shu halol narsani istayotganda shart bo'lib qolish kerak. Men bilasizmi, bu yerda asosan birinchi, ikkinchi kurslar yaqin yangi boshlaganlar, birinchi, ikkinchi kurslar. Men agar birinchi kurs o'qiganimda nafsim nimaga xohlasam, albatta unga shart qo'yib boshlardim. 10 yilda shunaqa yashadim. Agar biror narsani xohlasam, biror joyga borish bo'lsa, biror narsani yeyish yoki orom olish bo'lsa, farqi yo'q. O'zimga aytaman. 40 yil kitob o'qiysan, mana halollik bo'lsin. Falon narsani yodlaysan, mana halollik bo'lsin. Falon ish qilasan, mana halollik bo'lsin. Qilib. Shunaqasi biz talabalik paytlarimiz qanaqa o'tgan? Olma yegimiz kelsa, olmani qo'yib qo'yardik, kitob o'qirdik. Yani ba'zan kitob o'qishga kuch topolmasangiz ham shu tugatgangacha o'zi olmay yeyman deb o'zingizdan o'zingizga kuch topasiz. Narsani nafsingizni nozik nuqtangizni bog'lashtirib qo'ygan demoqchiman. Endi bo'lajak olimlar. Yani nafsimizni xohishi muqarrar bo'ladigan bo'lsa, hech o'zi shuni foydalanib qolish kerak. Agar gunohga boshlayotgan bo'lsa, halol narsa xohlayotgan bo'lsa, hatto shuni ham o'zimizga ishlatishimiz mumkin. Inson o'zini tanirkan, tanigandan keyin qiladigan ishi komillikka intilish bo'lishi kerak. Hazrat Navoiyda bir she'r borki, kamol et kasbkim olamiydim, senga farz bo'lmagan yomon chiqmoq. Dunyoda notamom chiqmoq, beayni eru rahmonda nopok chiqmoq. O'shanda kasbkim degan so'zda bir ikkita sharh bor. Ya'ni kamol et kasbkim. Birinchisi shu zohiriy sharhi inson bir narsani kasb qilishlari, o'sha
qassobchilikmi, oshpazlikmi eng zo'r bo'lishi, mukammal qilish kerak, ilmi bilan qilish kerak. Ikkinchi ma'nosi kasbdan murod bu inson o'zi. Ya'ni inson yasharkan har kuni takomillashib boshlaydi. Ikkita kun bir xil o'tgan inson aldangandir. Ya'ni biz bugunimiz kechagidan ertangi yaxshiroq o'tish shart. Bo'lmasa bekorga o'tib ketgan hisobda o'sha. Har bir kun kelarkan Ihyoul-Ulumni o'qigansizlar. Odamga ham aytadi, ey odam, men yangi kunman. Seni qiladigan ishlaringni guvoh. Yaxshi bo'lsang yaxshilikni, yomon bo'lsang yomonlikni guvohlik beraman. Shu kelayotgan kunni qanday o'tkazyapmiz? Bular tahdid qilishgan, o'ylab ko'rishgan shu hadisda, ya'ni umuman bugungi kun kechagidan yaxshiroq bo'lishini ma'nosi kerak. Bu nima nazarda tutilyapti? Ehson qilish. Tasavvur bugun inson ehson qilsa, ertasidan yaxshiroq bo'lishini kim ehson qilish kerak? Kim uchun? Kim 5 ming bor odam pul yetmay qoladi. Yo'q, bu yerda ehson sadaqa emas. Bu yerda nima nazarda tutilyapti? Namoz o'qish. Kecha 2 rakat o'qidi, bugun ko'proq o'qish kerak. 6 rakat, 8 rakat. Qanaqa istisnodan ulgurmaydi odam. Nima bo'ldi? Ilm deyishgan. Kecha 5000 ta narsani biladigan odam sifatida boshingizga yostiqqa qo'ygan bo'lsangiz, bugun 40 ta narsa o'rgansangiz, bugun boshingizda 5040 ta narsa biladigan odam sifatida boshingizga yostiqqa qo'yasiz. Endi buguningiz kechagidan afzal bo'ladi. Ertasiga yana ilm oladigan bir kun oldingidan kuchliroq, ilmliroq darajada ulug'roq ketaverasiz. O'sha ilm narsalarida eng afzali, eng foydalisi degan narsa bekorga emas. Inson kamolotga erishishida eng tez yo'l, eng tez olib boradigan yo'l bu Payg'ambarimiz alayhissalomga ham suratda, ham siyratda o'xshashlik va shunga harakat qilishlik. Qani mashhur oyatdan aytilasiz. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ya'ni Alloh taolo yaxshi ko'rishni da'vo qilyapti. Payg'ambar alayhissalomga ittibo qilish kerak. Ya'ni ergashish kerak bo'ldi. Ham suratda, ham siyratda. Huzayfa ibn Sobit roziyallohu anhu bu kishi ansoriy bo'lgan. Shu inson haqida eshitganlar bormi? Bu kishini laqablari bor. Shahidatayn deyishadi. Ikkita guvohlik egasi. Bir g'azotda bu Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan bir g'azotda 70 ta qori sahobiy ikrom vafot qiladi. 70 ta. Umar roziyallohu anhu tafakkur qiladi. Abu Bakr Siddiq Hazratlar oldiga keladi. Ey Abu Bakr, Qur'oni Karimni kitob holatiga keltirdik. Payg'ambarimiz alayhissalom davrida qilmagan ishni nega takror qilyapsan? O'shanda boyagi vaziyat shunday. Qara, 70 ta sahoba ikrom vafot qildi, qorilar. Shunaqa qilib o'tib ketadigan bo'lsak, bizdan keyingi avlodga Qur'oni Karim qanday yetib boradi? Ey Abu Bakr, bir yaxshi o'ylab ko'ring. Qisqa javob. Abu Bakr Siddiq hazratlari uylariga haqiqatni o'ylab ko'rsa, bundan tafakkur qilinsa, qorilar bilan ketib vafot qilyapti. Qur'oni Karim keyingi avlodga qanday boradi? Ertasi kuni ey Umar, sen osmonlar qadar haqiqatsan. Kitob bilan kimga yuklaymiz? Zaydga. Zayd roziyallohu anhu oldiga kelishadi. Ey Zayd, shunaqa qilmoqchisan. Sen kotibsan. Sen yozib berasan. Yig'ish senga mas'ullik beramiz. U kishi boyaga aytdi. O'sha saodat asar. O'shanda Payg'ambar alayhissalom tirikligida qilmagan ishni menga taklif qilyapsizlar. Yo'q. O'ylab ko'ring. Ba'zan biz
oldimizdagi odam bizni fikrimizni olmasa, o'zimizni fikrimizni tiqishtirib, o'sha bosim qilishga harakat qilamiz. Ba'zi vaqtlar odam shu teng holiga bo'lish kerak. O'ylab ko'rgan. Vaqt berish kerak. Bu kishi ham o'ylaydilarda, ertasi kuni ha, to'g'ri aytgan ekansiz deb kitob holiga keltirib shoshishadi. O'rtaga bitta shart qo'yishadi. Inson Payg'ambar alayhissalomdan to'g'ridan to'g'ri o'zlaridan oyatni tilovat qilingan, eshitgan bo'lishi va biror bir narsaga yozib olgan bo'lishi va shunga ikkita guvoh kerak. O'zi bilan yana bitta odam guvohlikka chiqqan bo'lishi kerak. O'sha odam bilan kelish kerak. Hazrati Zayd roziyallohu anhu aytadilarki, menga umrimdagi eng qiyin ish yuklatildi. Agar bir tog'ni ikkinchi joyga ko'chirish kerak deganda men ko'chirardim va bu osonroq bo'lardi. Qur'oni Karimda shu qadar katta mas'uliyat bitta nuqtasini noto'g'ri qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, bitta harfga to'g'ri yoziladigan bo'lsa, juda bir katta qiyomatgacha gunoh nazariga juda mas'uliyatli ish berildi. Vaholanki bitta tog'ni ikkinchi joyga ko'chirish menga osonroq deb aytadilar. Dunyoni eshitdik, odamlar keldi. Kimdir teriga, kimdir taxtaga, kimdir suyakka yozgan oyatlar bilan nima shuni yozib olganman. Yo'q, qori soha mikroblar bor edi. Faqat bu yerda prinsip tamoyil shunga qo'yilgandiki, Payg'ambarimiz alayhissalomdan to'g'ridan to'g'ri o'zi eshitgan, yozib olgan va eshitganiga bitta guvoh keltirish kerak. Xo'p, birin-ketin kela boshlashdi. Lekin Qur'oni Karim to'liq yozib tugatlay degan paytda ikkita oyatni eshitgan odam chiqmay qoladi. Chiqadi, yozgan narsasini olib keladi, lekin uni guvoh yo'qmaydi. Bu qaysi oyatlar edi? Bu Tavba surasining oxirgi ikkita oyati edi. Shu laqabiga surni boshladigan Payg'ambar alayhissalomni go'zal ta'riflangan oyat 128-129 oyatlar. Juda xavotirlanib qolishadi. Shunda boyagi Huzayma ibn Sobit al-Ansoriy roziyallohu anhu keladilar. O'sha yozgan narsalarni olib keladi, hamma olib ketadi. Va shartga ko'ra guvoh kerak. O'zi bilan qo'shilib guvohlik bormi? Atrofga yaxshi nazar soladi, yaxshi o'ylab ko'radi. Payg'ambar alayhissalom bu kishiga o'qib bergan paytlari, bu kishiga ta'lim bergan paytlari shu oyatni eshitgan hamma vafot qilib ketgan. Bitta odam qolmagan. Bir doim odam qolmagan. Hamma xafa bo'lib, juda bir tushkunlikka tushib qoladi. Yozib qo'ysa bo'ladi, bu oyatlar yoddan ularga qorlar hali tirik. Faqat to'g'ri Payg'ambar alayhissalom eshitgan bo'lishi kerak va shartga ko'ra guvoh bo'lishi kerak. Hamma g'amda o'sib turgan paytda Huzayma ibn Sobit hazratlari aytadiki, shoshmanglar dedi. Meni guvohlik ikkiga ketadi. Qanaqasiga? Turkur bozorda edi. Payg'ambarimiz alayhissalom keldilar. Bir yahudiydan bir mol sotib oldilar. Bu molni tiyam bilmayman, lekin shu bir narsa sotib olgan. Sotib oldilar, savdo bo'ldi, oldi sotdi bo'ldi. Oldim sotdim deydi. Kutib turgan, men hozir pul olib kelaman deb Payg'ambar alayhissalom pulga ketdilar. Ketgan paytlari boshqa bir odam keldida, savdoni ustiga savdo qilib, ko'proq pul beraman dedi, haligi odam sotib oldi. Sotib oldi Payg'ambar alayhissalom pul bilan kelganlarida men senga hech qanaqa mol sotganim yo'q deb turib oldi. Bu yerda gap molda emas edi. Bu yerda umrida bir marta ham yolg'on gapirmagan, amin bo'lgan zotni kazzobga chiqarayotgan edi u odam. Tushunsiz, shart masalasi ketyapti. Men senga mol sotganim yo'q deb turib oldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bozor ahliga qarab, ey bozordagilar, men boya mana shu insondan shu molni sotib olgandim. Shuni ko'rganlar bor, guvohlik beringlar dedi. Hammasi. Shunda Huzayma ibn Sobit roziyallohu anhu qatorida ne guvoh?
Peygamberimiz Aleyhisselam xursand bo'lib ketadilar. Ey falonchi, meni shundan shu posta qo'yganimni ko'rdingmi deydi. Yo'q, ko'rmadim. Ko'rmagan narsaga nimaga guvohlik beryapsan desa, ey Rasululloh, siz Alloh taolodan xabar bizga aytasiz. Men Allohni ko'rmaganman, lekin borligiga iymon keltirgan. Sizga Jabroil alayhissalom xabar beradi. Men Jabroilni ko'rmagan, lekin unga xabar tasdiqlayman. Ey Rasululloh dedim, siz aminsiz, bir marta yolg'on gapirmagansiz. Siz nima desangiz ham, umri zohirchi nima desangiz ham, men ko'rsam ko'rmasam guvohlik beraman. Shunda Peygamber Aleyhisselam xursand bo'lib, ey o'zim, batahqir seni guvohlik ishga o'tadi deb aytgan. Peygamberimiz Aleyhisselam mo'jizasini qarangki, o'sha paytda haqlarni guvoh qilsa bo'ladi. Yo o'zing senga to'g'ri bo'lsin desa bo'ladi. Alloh seni bir dasturini siylasin desa bo'ladi. Mo'jizalarni qarangki, vafot etganlardan keyin Qur'oni Karim kitob holiga kelishini, oxirida Tavba surasining 2 oyatiga guvoh yetishmay qolishini bilib, sen guvohlikka ketadi. O'ylab qo'rqib ketaman. Bizni qishloqlarda yosh ulug'lar guvohlar Allohning quli desin, Peygamberimiz Aleyhisselam ummatini desin, shahodatlar bilan do'st desin, Ibrohim Halilulloh millatini desin, Imom Azam mazhabini desin, duolar. Yoshligimda shu duoni eshitdim. Shu duo men uchun mingta shayxlar duosi, mingta arabiy duo mahbubrodir. Juda ulug' duo. Alloh taolo kimni agar qulim desa, u uchun xavf xatar yo'q. Ya'ni banda erishish mumkin bo'lgan eng ulug' maqom bu abd maqom bo'ladi. Abd maqomi eng birinchi erishgan eng ulug' darajadagi inson Peygamber Aleyhisselam. Abd maqomi hatto Rasululloh maqomdan balandroq bo'ladi. Tahiyatda har kuni sizlarga o'qib tasdiq etgan narsa. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deymiz. Abduhu degan so'z Rasuldan oldin keladi. Peygamber Aleyhisselam ummatni desa deb duo qilishadi. Nimaga bunday duo qiladi siz? Hayit kuni yetimlar bo'lgan voqeani hammangiz bilasizlar. İlk marta Afrikada Jabroil alayhissalom tushib keldi. Ya Rasululloh, 3-hafta qiyomatga olib qo'ying. Qiyomat bo'lgan paytda o'sha 3-hafta so'rayotganlarida boshlarini sajdaga qo'yib, yo Allohim, meni ummatim gunohini kechmagani uchun boshimni ko'tarmayman.
O'sha payt aniq bo'ladi, siz ummatni bilasiniz siz. Biz men da'vo qilishimiz mumkin. Men falonchi shogirdman deb maqtanib yurasiz. Agar u ustoz sizni shogird demasa, da'voingiz bir tiyin bo'lgan kabi, Payg'ambarimiz alayhissalom ummatimiz deb maqtanamiz. Agar bu kishi o'sha paytda falon men ummat deb aytmaydigan bo'lsa, da'voingiz bir tiyin. Shular bilan qo'rqmaydi albatta. Ya'ni biz shu vaqtga munosabat bo'lyapsizmi yoki yo'q? Chahar yo'lini do'stim desin de. Nimaga shunaqa qilib o'ylayman? Past surasi oxirgi oyati bor. Surxondaryodan juda ulug' insonlar o'tgan, juda ulug' olimlar, allohlar o'tgan. Shulardan biri Qo'qondan Abdulloh Alishamov degan inson. Bu kishi Hazrati Domla Do'st Muhammad rahmatullohi alayhi katta shogirdlaridan. Shu kishi bir go'zal sharh berganlar. Yana Muhammadur Rasulullah Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ta yetişsin. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Ular birga bo'lganlar kofirlarga shiddatlidirlar, o'zlari o'ta rahmlidirlar. Ularni ruku sajda qilib turgani, Alloh taolodan fazl va rizqon rozilik so'rab turganlar holatida ko'rarsan deb keladi. Bu ma'noning tarjimasi. Endi bir go'zal sharh qilamiz. Birinchi Payg'ambar alayhissalom zikri keldi. Undan keyin Alloh taolo bir go'zal terib qo'yadi. Tarixda shahar yo'llar yomon bo'lib toifalar bo'lgan. O'shalarga bir go'zal bu raddiya bo'ladiki, valladina ma'ahu valladina ma'ahu ko'payib kelyapti, lekin ma'ahuni o'ziga qaraydi. U bilan birga bo'lgan. Kim birga bo'lgan? Kim u bilan g'orda birga bo'lgan? Abu Bakr Siddiq Hazratlari zikr qilyapti. Ashidda va kofirlarga o'ta shiddatli edi. Kim o'ta shiddatli edi? Hazrati Rasululloh zikr qilyapti. Ruhamau baynahum. O'zaro o'ta halim, o'ta mehribon edi. Kim o'ta sahiy, o'ta mehribon edi? Hazrati Usmon radhiyallohu anhu zikr qilyapti. Tarohum ruk'an sujada. Bu yerda Hazrati Ali roziyallohu anhu shu qadar ko'p namoz o'qiganlaridan sahoba ikromlar juda ko'p holatda u kishini ruku yoki sajda qilib turgan holatda toparkan. Bu yerda Hazrati Ali roziyallohu anhu zikr qilyapti. Yabtag'una fadlan min Alloh va rizqan o'sha Alloh taolodan fazl va rizqon so'rab turgan holatda ko'rasan. Bu yerda qolgan barcha sahoba ikromlar, tobiinlar, tabiinlar inshaalloh o'sha insonlar do'stlarimiz degan siz bilan bizga o'xshagan bechoralar insonlarga zikr qilgan inshaalloh. Shuning uchun ular do'stimiz desa deb duo qilishar ekan. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Sizlar sal ko'p gapirolmayman. Bizni qoladigan ilmimiz yo haqqa yaqinlashtirish yo uzoqlashtirish mumkin ekan. Biz atrofimizdagi voqeliklar, oldimizdan chiqadigan odamlar haqqa yaqinlashtirish yo uzoqlashtirish mumkin ekan. Biror bir narsa sizga ne'mat bo'lib kelgani yoki Alloh taolo jazosi ekanligini bilish uchun u paydo bo'lgandan keyin siz holatingizni bilan tahlil qilishingizni tavsiya qilarkan, Alloh taologa muqarrabroq bo'ldingiz, taqvoda mahkamroq bo'ldingiz. Agar haqiqatda
ilm bilan bilmaydi, shu esida tursin. Ma'zurlar ilm bilan bilmaydi. Ilmni o'zi qutqarganda shayton qutqaradi. Shuning uchun tarozida eng og'ir yonbosadigan narsa bu husn xulq. O'sha Baqara surasida ham yodlagansiz. Vattaqulloh va yu'allikumulloh deyiladi. O'shanda vattaqulloh taqvo degan so'z oldin kelgan ilmdan. Ya'ni avval taqvo qilasiz, keyin Alloh taolo sizni ilm bilan sinaydi. Biz o'zimiz bilgan narsalarga amal qila boshlaganimizda Alloh taolo bizni bilmaydigan narsalar bilan rizqlantirib qo'yadi sekin-asta. Shuning uchun har bir ilmni olarkansiz, ilmni ko'p olib kimnidir og'zini ochib tashlash uchun, mashhurlik uchun, shon shuhrat uchun yoki shu dunyo uchun olmang. Alloh taolodan so'rang. Ilm bilan birgalikda amalni qo'shib turishlik ekan. Agar amal bo'lmaydigan bo'lsa, ilm biz zararimizga ishlab qolishi mumkin. Alloh taoloning huzurida 3 ta narsani so'rarlik bir qadam yurmaydi. Yoshligini qanday o'tkazgani, qayerdan topib qayerga sarflagani va o'qigan, o'rgangan ilmiga o'zi amal qilganmi yoki yo'q. Shuning uchun bu ilmimizga qarshi hujjat bo'lib qolmasligi uchun Alloh taolodan go'zal xulq qo'yishga yarasha amal va odob so'rash kerak. Mana shu narsa Payg'ambar alayhisolamga ham suratda, ham siyratda o'xshashlik bo'ladi. Bu sohalarda butun dunyoga, butun islom olamiga ko'p xizmat qilgan ulug' zotlar ko'p chiqqan. Alloh rahmat qilsin. Shu Abi Isoq Termiziy, Hakim Termiziydan to zamonamizgacha hozir ustoz bilan eshituvlar sanab chiqib berdi. Yoki yaqinda o'tgan avliyolardan juda hurmat qilgan, hayotda ko'rmagan bo'lgan tushimizda ko'rgan o'sha Hazrati Domla Do'st Muhammad Hazratlar, Sho'rchilik yoki Ahmad Jamoat Kokistoniy Hazratlari bilan juda ulug' zotlar ko'p o'tgan bu Surxondaryo Qashqadaryo yerlaridan. Mana shu silsila uzilib qolmasligi kerak. Bu narsaga siz bilan biz mas'ulmiz. Shuning uchun Allohim ilm bilan hamda xulq bilan, odob bilan darajatlarimiz ulug' bo'lsin. Talab ilm olish uchun bo'lgan eng oson yo'li bu xizmat. Esida tursin. Bir avliyolardan so'ragan ekan, karomat desa xizmat deb aytgan. Karomatingiz, ilmingiz, fayzingiz, barakangiz bu hamda xizmat bilan bo'ladi. Kitoblarni shunaqa doim ilm hosil bo'lmaydi. Ustozlarning nazari, ularni qalbini rozilik qilish bilan Alloh sizni shu qadar go'zal ilm bilan mukarram qilib qo'yadi, hayron qolib ketasiz. Juda uzoq masofalar qisqarib ketadi. Juda oz muddatda ko'p narsani fahm farosatingiz bilan xotirangiz mustahkam saqlab qolasiz. O'shaning uchun tolibi ilm ikkita nazarga nisbatan hurmatni mukammal qilish kerak. Birinchisi ustozga, ikkinchisi ilmga nisbatan. Bir ulug'lar keldi dedi. Ulug'lar kelgan payti kitobning ustida siyohlar bor edi. Shundoq kirdi, salom bergandan keyin siyohlarni kitobni ustida ko'rib, hali yetishmabsan deb shuni aytib ketadi. Uzoq yo'l bosib kelgan. Hol so'rash, bir choy ichish, orom olishga yordam bersin. Shu ilmga nisbatan ozgina hurmatsizligini ko'rib, ya'ni siyohlarni kitobni ustiga qo'yganini ko'rib, hali yetishmabsan deb chiqib ketadi. Ya'ni faqatgina Qur'oni Karimni o'zi beldan qilib turish kerak degan emas. Har qanday kitob bo'lsin, afzal ko'rib, buni hurmatni joyiga qo'yib, buni yotib o'qimasdan, qiblaga teskari o'qimasdan rioyasini qilib o'qish kerakki, biz ilm olishimizda to'g'ridan to'g'ri va bevosita ta'sir qiluvchi omillar bor. Bu ikki narsaga qarab bo'ladi. Aytdiki, ilmga va ustozga nisbatan hurmat. Talab ilm darajasi juda ulug'. Uydan chiqarkan to dars joyiga borguncha har bir qadamiga bitta gunoh ochib, bitta savol yozadi. Farishtalar kelib qanotni qo'yib turadi. Tabarruk qilib ketsa, shu muborak oylarni bosib ketsa. Talab ilm agar bir qabristonda oldigan xayoli hali shu duo qilish esdan chiqib o'tib ketib qolsa ham, shu yerdan haqida yurgan, ilm o'rganib yurgan bir talab ilm o'tdi deb 40 kun azob ko'tarib qo'yilayotgan. Qani shu yana o'tsa qaramaydi. Talab ilm darajasi shunday bo'lsa, ustozni bilavering. Ya'ni ustozni qanday hurmat qilish kerak.
ustoz bilan shogird dars turarkan o'rnidan turguncha Alloh taolo uni ikkalasini ham ota-onasini gunohini onada yangi qo'lga chaqiradi deb o'chirib yuboradi deydi. Shuning uchun ilmni olishda mahkam bo'ling va ilm olishingizni eng asosiy yurgizadigan narsa ustozlarni roziligi, ularni nazaridan qolmaslikka harakat qiling. Maddohlik juda yomon narsa. Maddohlik joiz emas narsa. Maddohlik bu insonni o'zida bo'lgan va bo'lmagan sifatlardan qo'shib maqtash. Hozirgi kunda ko'pchilik aytyapti buni. Lekin maddohlik makruh, qarih ko'rilgan narsa. Lekin deyishadi. Lekin uchta toifa insonga maddohlik qilsa yarashadi. Uchta toifa insonga nisbatan. Bu insonni otasi, onasi va ustozi. Mana shu uchta insonga yoqish uchun, qalban rozi qilish uchun, ularni xursand qilish uchun o'zlarida bor yoki yo'q narsalar va hattoki maqtasiga yarashadi deyishadi. Biz mana yo'q narsani maqtamaylik, bor narsalarni izhor qilib turaylik, yaxshi ko'rishimizni aytib turaylik bu ustozlarga. Hamma ham olamda, hamma ham qalbi bor, hamma ham nafsi bor. Shu ota-onani bir marta rozi bo'lib qo'yish, ustozni bir marta qalban roziligi bizni ancha ishlarimiz yengillab, yurmagan yo'llarimizni ochmagan eshiklarni ochib yuboradi. Ota-onani farzandiga qilgan duosi ayollarni ummatiga qilgan duosi bilan teng bo'ladi deyishadi. Men sizga aytaman, ustozligimda kamlik. Sadisha rozi aytadilar, ustoz otangdan o'rib deyishadi. Bu haqiqiy narsa emas. Shu narsani bilgan aqlli otalar eng birinchi ta'limni bolalarga berib, o'zlari birinchi ustoz bo'lganlar-da. Ham ustoz, ham ota bo'lishgan. Hozir aytsangiz, shunga bola kelib qoladi-da, ustoz otangdek bo'ladi dedi. Otadan bo'lmas dedi. Yo'q, ustoz otadan bo'ladi deyishadi. Sari Shirozi Hazrat aytadiki, otang seni osmondan qaro tuproqqa tushirgan bo'lsa, ustoz seni qaro tuproqdan osmonga chiqaradi deydi. Darajatni ulug'larga zot. Seni ma'naviy ulug'larga, darajatni ulug'larga zot. Shuning uchun aqlli otalar eng birinchi ta'limot bolalarga o'zi berib ustozlik maqomiga olishganda shunday ne'matni ichida bo'lib turgan holatida sizga uni qadri bilinmaydi. Buni madrasani bitirgan odamlardan so'rash kerak. Bu narsani qadrini bitirib, siz diplomingizni olib uyga ketasiz, kechqurun bo'ladi.
bo'lsa mayli o'zimizga masjidimiz bor, keyin suhbatdan keyin jamoat kasblar markazida o'zimiz masjid bor. Yangi masjid jamoat masjidi bo'ladi inshaalloh. Boz aytadigan gapimiz shu tolib ilm ro'yxatiga qo'shilish katta baxt. Juda katta baxt. Tolib ilm bu ro'yxatga juda katta baxt. Faqat u ro'yxatdan chiqib ketish hech gap emas. Agar 3 kun ketmaga dars qilmasangiz, 3 kun bir harf ham hozirgi siljimaydigan bo'lsa, u ro'yxatdan o'chirasiz. Esda tutishasiz. Ya'ni ilm bir marta olib, bir marta cho'qqiga chiqaradi, keyin mazatli boya uzatib o'tadigan joy emas. Siz Shayxul Islom, Alloh Islom o'qiyotgan taqdirda umringiz oxirigacha o'sha ilarlahdagi o'sha qabringizgacha ilm olishga harakat qiling. Ibn Rushd hazratlari aytadiki, umrimda 2 kun kitob o'qimaganman. Birinchisi uylangan kunim, ikkinchisi ona vafot qilgan kunim. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu aytadilarki, umrimda 1 kun kitob o'qimagan, 1 kun Qur'on karim o'qimagan. Nima bo'lgan desa, Xorason kasal bo'lib qoladi, u kishi oyog'ini kesib o'rniga paytda tabibdan hushtak ketkizib, keyin operatsiya qilishadi oyog'ini kesib. O'sha kun kitob o'qigan. Lekin ertasi kuni o'qigan. Tushunyapsizmi? Siz har zaman nimangizdir, qayerdir sal tutib qolib, dangasalik tortayotgan paytda bir oyog'i kesilgan. Bu oyoq kesilish hozirgi buni doktor yaxshi biladi, narkoz berish yo joyni muzlatib qo'yib keyin kesish degan emas, shundaysiga 1400 yil oldingi, 1300 yil oldingi kesishda qanaqa azob bo'ladi? Yo'q, bu kirisiga kitob o'qigan o'sha oyoq yo'qadi. Shu doim esingizda tursin. Ya'ni bizga uzr yo'q-da. Biz shundan hech narsani bilmaymiz. Ya'ni ilm bizni tortib olib ketadigan najot, o'sha zulmatdan nurga chiqaradigan narsa bo'ladigan bo'lsa, bunga ancha g'ayrat qilishimiz kerak. Bir narsani bildim men, boshqalardan afzalman deb o'zimizga ko'p baho bermaylik. Qiyosni hozirgi zamonamizda o'tirgan odamlar, yonimizda o'tirgan odamlar bilan qilmaylik. Qiyosni kimga kuchi yetsa o'sha sahoba ikromlarga qarab qilsin. Dinda taqlid qilgandek ulug'larga qarab qilsin. Ma'ruflarga hazratlari aytadiki, sen o'zingni qarashiga qiyos qilgandek. Odam hozir o'zidan bir qalbgorroq holatda ular topib olib o'zini bir ovutib yurish bo'lavergan hozir. Bu narsani yarashmay, falon shayni oxirati demaydi. Bu siz dunyoda qarashingiz kerak. Dunyoga nisbatan odamlar yeyishga non yo'q, ahmoqlik shu narsani berib qo'ydi Alloh. Dunyoda o'zidan orqaga qarang. Ilmni doim oldin qarash kerak. Vaqt bu oddiy bir Alloh taolo bir maxluqoti, umumiy bir maydonda bo'ladigan bo'lsak, yaratgandan beri insoniyat qancha oldinga o'tib qo'yganlar bor. Changga olib ketganmiz sizlar. Böyle eng yomoni qolib ketishimiz o'ta xotirjammiz biz. O'ta xotirjammiz. Xuddiki Xudoyim bizga rahmatga olib ochib qo'yadi. Qo'shib qo'yadi. Shundan xavfsiraymiz. Jannat vasfida keladiki, bir jannat tepadagi qavatdagi jannat edi. Jannatda eng past qavati ham hattoki dunyodan ancha yaxshiroq. Shu tepadan bir tomchi tepa jannatdan tomib böyle deyishadigan daryosini yeydigan ovqatni nihoyatda shirin qilib tasavvur bo'lmas darajada to'liq boradi. Keyin hayron bo'lib bu inson so'raydi. Bu odam nima amal qilganligi shu darajaga erishdi. Bitta tomchisi hamma yoqni xushbo'y qilib jannatni boshqacha qilib qo'ydi, men jannatimni desa aytilarga bir farishta. Bu odam sendan bir marta subhanalloh deb ko'proq aytgan. Umrida bir marta subhanalloh deb ko'p aytgan. Shuning uchun shu vaqtda. Tushunyapsizmi? Yani maxfiy zikr bilan hatto uxlayotgan paytlarga zikr qiladigan, to'xtamaydigan odamlar bo'lgan. Biz qancha og'irroq ketganimizga bir nazar solaylik. Shuning uchun bu ustozlarni, ulug'larni etagini mahkam ushlash kerak. Hazrati Boyoz Bistami rahmatulloh aytadilarki, Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari, ulug'larni ko'rsang, etagini mahkam ushlab, xizmatiga bel bog'la, xizmatda muqim tur. Chunki Allohim ularning qalbiga
bir kunda 360 marta nazar soladi. O'sha nazarlarni birida ajabda seni o'ylab turgan bo'lsa, to'g'ri Alloh taolo nazarga tushadi. Shuning uchun endi bor inson, 3 toifa insonni yoshiga qaramay hurmat qilish shart deyishadi. Birinchisi ahli ilm ustozlar, qorilar, ahli ilmlar, ularni mashinchaga bola bilan katta ularni hurmatini joyiga qo'yib turib o'tkazib, ulardan avval so'z aytmaslik, ularni oldiga tushib yurmaslik, ulardan baland gapirmaslik odob hisoblanadi. Imom Shofiy hazratlari 16 yoshida katta shayxlar ustozi bo'lgan. Imom Buxoriy 12 yoshida Buxoroda unga dars beradigan odam bor ekan. Tushunyapsizmi? Ikkinchi toifa bu Payg'ambarimiz alayhissalom avlodlar, sayyidlar, ishonlar, hojilar, silsilasi urishadigan bo'lsa, bu zotlarni hurmatini joyiga qo'yishib buyurilganmiz. O'shanda boyagi katta be'oniyga tushadi. O'zlarini hozircha ko'rmagan bo'lsa ham, muborak qabrroq turgan bu zotlarni boshimizga ko'tarishimiz kerak. Hozirgi holat qanaqa bo'lishi qat'iy. Oqbashar bostirib keldi, sirqaytizini ancha ta'zir etuvchilagan hisobiga ba'zi bir siz hozir ko'rayotgan sayyidlar, ishonlarni hayot tarzi nomunosibdek ko'rinib, sizda ularga qarang nazarlarni karohiyat va qarashlik sabab bo'lib qolmasa, ularga o'zi teng. Bir valiy zot yo'lda kelayotib, Payg'ambar alayhissalom avlodlaridan birini ko'rib qoldi. Kelib, ichib olgan. Chayqalib keldi. To'xtatib tanbeh berdi. Ey sen shunday muborak zotni avlodi bo'lib, tomiriga shunday ulug' qon oqib turib, ichib yurishga uyatmaysan deb urishdi. Bu ham bunga tanbeh berdi. Seni nima haqqing bor menga gapirishga? Ikkalasi bir-biridan xafa bo'lib ajraldi. Oradan bir kun o'tdi. Ertalab ikkalasi turishi bilan birinchi qilgan ishi bir-birini tanishib bo'ldi. Topib quchoqlab ikkalasi bir-biridan uzr so'radi. Sababi bir kun oldin Payg'ambarimiz alayhissalom sayyidni tushiga kirgan. Devora nimaga men merosxo'rni, men ummatimni chirog'i shu olim insonni tanbeh berib urishga xafa qilgan. Bormi uzr so'radi. Bu olimning tushiga kirgan. Ey falonchi, nimaga meni avlodimni, sayyidlardan bo'lgan falonchi farzandimni xafa qildingiz, borib uzr so'rang. Ikkalasidan turib bir-biriga uzr so'rang. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu holatlar qanaqa bo'lishi qat'iy nazar u zotlarni yaxshi ko'rish buyurilganimiz yaxshi ko'raylik. Uchinchi toifa podshohlar deydi. Ya'ni xabar berilgan podshohlar Bobur 12 yoshda bo'lsa, qanday juda ko'p. Uzoqqa yozishib 15 yoshda bo'lsa, amr berildi. Kalomul mulk, mulkul kalom degan qoida bor. Podshoh amr ba'zan odatda Makka fath bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom Ka'bani ichiga kirib bitta butlarni yiqitib, yerga yiqitib chiqdi. Lekin eng kattasi qoladi. Eng katta but qoladi. 3 metr atrofidan katta but, Hubal degan but qoladi. Qarasa bir kishi shunda Ali roziyallohu anhu aytadi. Ey Ali, yelkamga chiq. Arqonda bunday tor. Tushish kerak. Ey Ali, yelkamga chiq. Ali roziyallohu anhu, yo Rasululloh, siz yelkamga chiqamanmi? Shunda aytadi, ey Ali, amr odatda chiqqan. Chiqib, arqon shunday aytadi, tortib, hali eng katta temizlab. Ya'ni ustozlarni amr qilishi, ulug'larni biror bir narsani buyurishni biz aqlimiz
qaysarga solib shunaqa libosdan amr vojib deyishadi. Uni aytgani shunchaki qilish kerak. Agar siz taroziga solib qo'yishlaringiz, men aqlim siznikida yaxshiroq degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun odatni ko'rsatishsa ko'p farosat so'rash kerak Alloh taolodan. Biz o'zimizni holatimizni kechirmayapmiz bu narsa. Bu umumiy ummatga dars bo'lgan narsa yo'q. Lekin hozirga kelib qarasak nozik jihatlar ko'p demoqchi. Xullas shunday aytmoqchi. Ya'ni ustozni aytganini qilish kerak. Shu eng tez oqiladigan yo'l ilmda. Ustozni shogirdi ustozni haqlari bo'ladi. Shu haqlarni bilib, ikkalasi bir-birini haqqiga duo qilishib, shogird kamolotga yetishni so'rab, shogird esa ustozning haqqini vaqtiga, umriga baraka so'rab duo qilish kerak. Birorta duo qilsa, iman ota-ona va ustozini eslamagan bo'lsa. Shu Surxondaryo ustozlarimizni yildan beri har bir duomizni eslab, haqlarga duo qilamiz. Shu narsani gap amalni ta'siri amal bilan ishlar o'zimiz amaliga o'xshayapmanki, ustozlarni haqqiga duo qilishda bardavom bo'ling. Inson ustozini haqqiga duo qilishdan to'xtadimi, ilmdan to'xtaydi. Inson ota-onasini haqqiga duo qilishdan to'xtadimi, rizqiga barakasi to'xtaydi. Shu esimizda tursin, bu hayotda eng muhim qoidalardan biri. Shuni aytmoqchi edik. Bizdek devomli insonni gaplariga sabr qilishganlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatda talabalar uchun, ustozlar uchun mazmunli suhbat bo'ldi. Husayn Voiz Koshifiy aytadiki, haqiqiy notihni g'alabasi, haqiqiy notihning turi yo'q. Notihni suhbatida ishtirok etgan olimlar ishtirok etgan, sizni suhbatingizga qiziqib, bizni tanımagan Surxondaryo yoshlari ham tashrif buyurishdi. Hammalar ixlos bilan ko'rishibdi. Alloh ixloslarni ziyorat qilsin. Haqiqatda ma'rifatulloh haqida gapirdingiz. Aynan inson dunyosi uchun ham, oxirat uchun ham, Robbisini oldida ham, mahbub payg'ambarimiz oldida ham qilishlikka mustahaq bo'lgan amallar haqida hayotiy misollar bilan aytib o'tildi. O'ylaymanki, bu barchamizga, ustozlarga ham, talabalarga ham bugungi mana shu ilmiy suhbat deylik, ilmiy suhbatni natijasini haqiqatda biz hayotda uni o'zimizga tatbiq eta olishligimiz kerak. Tasavvuf ahli aytadiki, mo'min kishi jannatga kirishlik uchun o'lishlikni yoki jannatga hukm qilishligini kutib o'tirishligi kerak emas. O'sha hayotdagi paytidayoq jannatga kirish mumkin. Kim haqiqiy Allohga iymon keltirgan, haqiqiy Allohni aytganini qilgan odam uning o'ziga jannat haq ekanligini, o'ziga jannat mahv ekanligini hayotlik davrida ko'z oldiga keltira olgan. Jannat bilan bu dunyo o'rtasida parda bor. O'sha pardani orqasida nima ekanligini, nima bor ekanligini aqli bilan tafakkur qila olgan odam haqiqatda Alloh aytganini qiladi, Allohni buyurganini qiladi, qaytarganini qaytaradi, haqiqiy jannatga oladi. Bu odam uchun jannatga kirishlik uchun o'lishligi yoki jannatga hukm qilishligini kutishligi shart emas. O'zi jannatga ekanligini aniq vaqt qo'yibdi deyiladi. Haqiqatda bu Allohimiz aytgan so'zlar mana shu jannatga olib boradigan
bizni jannat ahlidan bo'lishligimizga sabab bo'ladigan ishlar, ustozni hurmat qilishlik. Haqiqatda ustoz bugun siz talabasizmi, erta ustoz bo'lasizmi? Albatta ustoz bo'lasiz. Agar shu ilm yo'lida, shu Allohni dini, iymon, e'tiqod yo'lida xizmat qilaman desangiz, albatta ustoz bo'lasiz. Bugun siz ustozni haqqiga rioya qilsangiz, erta sizni shogirdingiz sizni haqqingizga rioya qiladi. To'g'ri aytildi, ustozni haqqi yoki ustozni rizoligini topmagan talabalar o'zimizni ham 40-50 yillik tajribamizdan qaysiki shogird shu shogirdlik paytida ustozni nazariga tushmagan, ustozni bir duosini olmagan yoki ustozdan bir duo olgan shogird bo'lsa, hozirgacha ham ko'ramiz, hayotda ko'rib turibmiz, uni ilmidan baraka topmaganligini ko'ramiz. Ilmida Allohga baraka bermaganligini yoki o'zlari ham hali ham shu yengil yetma hayotda yurganligini ko'ramiz. Shuning uchun men yana bir bor butun o'sha bugungi majlis, ilmiy majlislarga kelgan mehmonlarimizni yana bir bor men o'sha tashakkurimni aytib va mehmonlarimizga alohida ham rahmatimizni bir iltimosimiz bor. Termiz shahrida shu yuksalish ta'lim-tarbiya markazi ochilgan ekan. Albatta o'ylaymizki, o'sha Muhammad Ishonqulovni demak Termizda tez-tez ko'rishligimiz imkoniyati bo'ladi. Shu har kelganda albatta shu bizni talabalarimiz, ustozlarimiz bu markaz va madrasadagi jamoamizga mana shu bir mazmunli, ilmiy, hayotiy suhbatlarni agar tashkil qilishlikka agar rozilik bo'lsa ham biz xursandlik qabul qilamiz. Chunki doim biz tayyormiz, mana bir qalblarimizni jumishga keltiradigan, bir oz bo'lsa ham to'xtab ortimizga bir qarab oladigan, qilayotgan ishimizga, amalimizga bir to'xtab bir nazar soladigan mana shunday ilmiy suhbatlar talabani hayotiga juda kerak. Mana shunday suhbatlarni biz doim kelsangiz bizni ishimizni ochib, albatta shu markazimizga ham, madrasamizga ham kelib, mana shunday ilmiy suhbatlar tashkil etilsa, biz o'sha yerda xursand bo'lamiz. Agar savollar bo'lsa, talabalarimizdan Muhammad Ali Ishonqulovni biz ko'proq internetda, ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda bilamiz. Men o'zim ham bugun uchrashib turibman, xursandligimni aytaman. Qiziq bo'lsa kerak albatta. Mana shunday bir mehmon bilan notiq